Jigarchilik pul bilan o'lchanadigan zamondamiz. Bir qozondan osh yegan aka-ukalar bir hovli meros uchun yuz ko'rmas bo'lgan zamondamiz. To'yda sarf qilingan pulni kim ko'proq berdi, kim kamroq berdi deb hisob-kitob qiladigan zamondamiz. Bir piyola choy ustida hal qilinadigan gaplar sud eshiklari oldida yillab cho'zilayotgan zamondamiz. Bir og'iz Alloh rozi bo'lsin deyish o'rniga qancha foyda olding deydigan zamondamiz. Bir-birini og'irini ko'tarib yurgan aka-ukalar bugun qarzini qaytarolmay yuz burayotgan zamondamiz. Bir otaning farzandlari bo'la turib meniki, seniki deb yuraklarni bo'layotgan zamondamiz. Onaga qarash seni navbating, meni navbatim deb